Assalomu alaykum Chorva Baraka kanal obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga sotiladigan bo'g'oz sigirlarimizni ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Hafta kuniga dushanba 2026-yil 9-fevral Andijon viloyati Bo'z tumani Yangi Bo'ston rayonidan ko'rsatamiz o'zimizni xonadondan. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa bittadan like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Jigarlar, xudo xohlab nasib etsa sizlarga yoqadigan puli yengil olaparuda yaqinroq bo'g'ozlardan ko'rsatamiz. Bittadan like, obuna bo'lishni esdan chiqarmaysizlar. Qani unda videomizni boshladik. Olaparuda ishqibozlariga jigarlar. Holat xudo xolasa yaxshi. Orqa holatlarda ko'rsatib qo'ysak, boqishingizga qarab sut beraveradi. Hozir ham suti bor, o'zi sog'ilgan holati. Bilasizlar, qishloqda darrovda sog'ishib oladi uydagilar. Molimizni holati bitta ishqiboz bo'lib qo'yasizlar. Yuvoshlilari o'ta yuvosh. Tek jonivor. Bunaqa 1 2 3 4 to'rala yerini soppa-sop, joning sog' bo'lgan. Holati zo'rmi? Orqa holatlardan ko'rib qo'ysizlar, yuvoshlilari o'ta yuvosh molimiz. Bo'ylarini bitta o'lchab bersak sizlarga. Tishlarini mana bu tepaga qo'yib qo'yaman, ko'rib olaverasizlar. Tish holatlari ham yaxshi. Molimiz haqiqiy dalani moli. Oyoq qo'llariga ham ishqiboz bo'lasizlar. Haligi tindab o'sgan bir joyda turgan unaqa emas, dalani moli. Xudo xolasa. Bo'ylarini ko'rsatsak, bo'ylari bismillah. 1.27-28, 1.20 pilusiga olaveringlar jigarlar. Mana holat xudo xolasa shu. 1.27, 1.28 atrofida chiqqan. Molimizni holati xudo xolasa zo'r. Tishlarni tepaga qo'ydik. Tishlari ham yaxshi, 3 ta tuqqan molimiz. Keyingi molimizni ko'rsatsak, buni ham sirazi bo'yini o'lchab beraylik, keyin qolgan ma'lumotlarni beramiz. Jonivor. Mana 1.20 chiqyapti. 1.20, 1.15 pilusiga olaverasizlar jigarlar. Bu molimiz bitta tuqqan 6 ko'rak, ikkinchisiga 8 oylik bo'g'oz 7 oyga beraveraman. Mana bu molimiz uchinchisiga 5,5 oylik bo'g'oz 5 oyga olaverasizlar. Holati yaxshi. 20.500.000 kami bor jigarlar. Kami dastavkasi vodiy bo'ylab kelishamiz. Holati xudo xolasa yaxshi. Yuvoshlilari yuvosh, joning sog' bo'lgur. Orqa holatlari ham, oyoq qo'llari ham uzun-uzun. Hamma joyi o'ziga kelgan variantidan olaparuda. Bu molimiz 6 ko'rak. Borganda ko'rib olaverasizlar tishini. Buni ham tishini ochib qo'yib qo'yamiz aka. Yuvoshlilari mana. Yuvosh, o'zi yelin solib. Mana. Orqa holatlaridan ham. O'shasi mana o'zi yelin solishga kelgan bu. Bu 8 oylik bo'g'oz jonivor. Mana qo'ydi. Keyin qo'ydim jonivor. Sen egalaringga ko'rsatyapman-da. Mana molimiz holati. Xudo xolasa holati yaxshi, bitta tuqqan. Ikkinchisiga bo'g'oz o'ng chap, unaqa narsa yo'q. Mana yuvoshlilari yuvosh. Keyin orqaroqqa. Bo'ylarini ko'rdinglar, 1.20 atrofida chiqdi. 1.15 ga olaverasizlar. Mana molimiz holati. Xudo xolasa yaxshi. Ayib qiladigan emas. Eng qizig'i yaqin bo'g'ozda ozgina sabr qilasizlar. Sabr qilsanglar o'sha ena bolasi kirib qoladi. Chandillari ham yaxshi. Turugiga bitta ish qo'zib qo'yasizlar. Molimiz 16.800.000 kami dastavkasi vodiy bo'lib kelishamiz. Bo'ylari 1.15 pilusida chiqadi. Endi mana bu molimiz jonivor. Orqa holatlar yelinlarini ko'rsatayim. Bu endi o'zimizning mol. Hali 15 kun buni ham boqadigan holati bor. Bitta tuqqan, birinchisini tug'adi. Molimiz 2 ko'rak, to'rinchilarini endi yorgan. 4 ko'raklar hisobi. Qiziqqanlarga chap-chap bersa, buni ham berib yuboramiz. Bu endi hali nima deydi, o'zimiz olib kelib tursa, ozg'inroq olib kelib 15-20 kun boqib keyin sotamiz-da. O'shaning uchun 19.500.000 kam bor uni. O'zim semirtirib olaman desa, buni 16.800.000 kami bor. 20.500.000 buni kami bor jigarlar. Xohlaganinglarga ekrandagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimiz Andijon viloyati Bo'z tumani Yangi Bo'ston rayonidan. Yaqin bo'g'oz, yaqinroq degan uchun 7 oyga beramiz, 8 oylik. 7 oyga olaverasizlar. Bu yelinlarni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik-da. Bu bitta yelincha kattaroq.
Bu sut chiqadi bundan xudo xolasa. Hozir nima emas. O'sha yelin solishga kelgan oldidan yelinni solishni boshladi. 16.800.000. Buni kami bor 20.500.000. Buni kami bor. Xohlaganlarga bemalol telefon qilib aloqaga chiqib olaverasizlar. Faqat sizlardan like, podpiska esdan chiqarmaysizlar jigarlar.